Assalomu alaykum, hurmatli Xorazm House kanalidan ochar. Xudo xohlasa sizlarga katta kvadrat Urganch shahridan joy topib qo'ydim. Video obzorimizni boshlashdan oldin like'larni bosib, choyni urib, xudo xohlasa ko'raverasizlar. 600 kvadrat metr joylashgan bo'ladi. Elde 15, uzinasidan 45 oladi, hurmatli obunachlarimiz. Xudo xohlasa videomiz sal cho'ziladi. Qaranglar, lokatsiyamiz bu yon tomonimizda yetadigan bo'lsangiz, o'sha Oxunboy mechit, bu yonimiz Milano butik bo'ladi. Orqa tomonimizda keladigan bo'lsak, o'zidan Toshkent stenka, hurmatli obunachlar. 5 ni yo'li bo'ladi bu. Shuni sitafor aytmen oxirgi ko'cha, ya'ni 10 ga girasizlar. Bizani 1, 2, 3-xonadonimiz sotuvga chiqdi, xudo xolasa. 3 yo 4 adashmagan bo'lsam. Bismillah deb xonadonimizga kiraveramiz. Shuni eldi naves qilingan, zeninni zonalarini ham ko'rsatib o'tsangizlar bo'ladi. Eldindan joylari bor. Bismillah deb xonadonimizga kiramiz. Xudo xolasa hurmatli bo'lsa, shuni katta olingan ko'rishingiz mumkin. Oboradan chiqib turibdi. Bu yerda rakovinalari, ayrim jihozlar bilan sotuvga chiqdi xonadonimiz. Yurtimiz Dalonlar ham katta olingan bo'ladi. Girganimizdan keyin chap tomonimizda bu yerda 2 xonasi mavjud. Videomizni uzmaymiz. Uzmagan holatda, xudo xolasa, niyat qilgan bo'lsa, yana joyimizni ko'rib o'tishingiz mumkin, hurmatli do'stlarimiz. Xohlasangiz yig'ib turib 2 etaja diklasangiz ham o'xshi zo'r ketadi. Endi nima desam, har kim kissasiga qarab, xudo xolasa qilaveradi. Xohlasangiz olib turib, bitta vaqtdan keyin ham remont qilsangiz bo'ladi yoki yig'ib qilsangiz ham bo'ladi. 600 kvadrat metr. Shunday xonadonimiz bu zali bo'ladi. 2 zal, 4 spalnisi mavjud, hurmatli obunachilar. Xudo xohlasa. Bu yonimiz ham yana bir spalnisi. Yo'sib o'tsangizlar bo'ladi, xudo xohlasa, chat tomonda joylashgan. Gaz, suv, svet berdan muammosi yo'q. Ko'rib o'tdingizlar, hurmatli obunachilar. Bundan yana katyollar ustanka qilingan. Bu ham xohlasangiz zal denglar, xohlasangiz nima desam, dalon desangizlar ham bo'ladi. Shundan katta olingan. Aytib o'tganimni yana bir aytaman. Ayrim jihozlar bilan sotiladi, keyin hamma jihoz bilan sotiladi deb aytdim, Diyarbekirda bilmaysizlar. Bu yonimizda yana bir zali mavjud. Shuni bismillah deb kiramiz, bu ham. Mana bu ham shuni katta olingan. Bu yerda spalniyalar ko'p qo'yibdilar ekan. O'zingiz o'nglaringizga qarab taxlashtirasiz, lekin zal hisobidan foydalanishga to'g'ri keladi bu yer, hurmatli obunachilar. Balandliklar ham shuni katta olingan. Narxini videomiz o'rtasida aytib o'tib ketaman. 125 ming deb avval chiqqan ekan bu yer. Egasi bilan sodalashib, srochni ham 120 ming dollarga qo'yib beradi onlar. Obunachilar yana kelib ko'rib, xudo xolasa, ustidan sodalashmasangiz bo'ladi. Endi esa sizlar bilan kuxnyamizni, tualet banimizni ko'rib chiqamiz. Bu yerlar ham shuning kengliklari ham ulli, xullas dokumentida muammosi yo'q. Ko'rib olasizlar, kuxnyalar ham akkuratni. Bu yonimizda esa tualet banisi bo'ladi. Yo'sib o'tsangizlar bo'ladi. Xudo xohlasa. Hech qanday muammosi yo'q. Endi sizlar bilan bog' tomondan chiqamiz, hurmatli obunachilar. Video davomida kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Hurmatli obunachilar, bog' tomonlar ham shunday katta olingan ko'p tomonlaringizni. Bu yerda zelining zonalari, videoning tapchanlari, xullas joyimiz yashasham tayyor. Hozir yig'ib tiklasangizlar ham bo'ladi. Bu yonimizdan bir zali, bir spalnisi bor ekan, hurmatli obunachilar. Aytib o'tganim shunda umumiy greta bir 6 xonasi bor xonadonimizning. Bu yonimizda kattalar, uy egalari bakib qo'yibdi. Xohlasangiz to'g'ri qilasizmi? O'zingiz o'nglaringizga qarab planlashtirasiz. Narxi 120 ming dollar aytib turibdi uy egalari. Yana ham kelib, ko'rib, sodalashmasangiz bo'ladi. Pastda nomer qoldirdim. Video davomida kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Inchi kamchiliklar bo'ldi. Albatta kommentariy yozib ketinglar, hurmatli obunachilar. Inchi kamchiliklarim bor. Nav ustida ishlayin. Profilimizdan obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bizlarni qo'llab-quvvatlagan holatda shuni issiqlayna sizlarga xudo xolasa shuning joylarni chiqarishdan to'xtamiz. Narxi qimmatmi, arzonmi, fikrlaringizni ham yozib ketinglar. Yana bunda mechitimiz ko'rib turibdi, ko'rsatib baribir. Yana xudo xolasa. Lokatsiyasi ham opsiz joyda joylashgan. Xudo xolasa kimda reklama xizmati kerak bo'lsa, aloqa chiqarsa Xorazm House'da sizlar uchun xizmatdamiz. Pastda nomerlarni qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.